Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan yangi mavzu haqida gaplashamiz. Bu ham bo'lsa modal fe'llar. Ular must majburiyat, shart, qat'iy zarurat, can qobiliyat, imkoniyat, ya'ni biron narsa qila olish, may ruxsat so'rash, ruxsat berish, ehtimollik darajasi, might ehtimollik, muloyim taklif, will xohish, qat'iylik, odatiy harakat, qaror, would muloyim taklif, istak, shart, holat, qilar edi, xohlar edi, shunaqa, shall taklif va vaziyat, rasmiy kelajakda. Masalan, qilaman shunaqa kabi misollar. Should maslahat, tavsiya, ehtimol, shart, kerak. Ought to maslahatlik, axloqiy majburiyat, shart, lozim kabilar. Modal fe'llarning qoidasi qisqa va shunchaki ma'nosi: modal fe'llar o'zidan keyin hech qanaqa as, ing, ed va shu kabilarni qabul qilmaydi. Masalan, I must study for this test. Men testga tayyorlanishim kerak. She can drive a car. U mashina hayday oladi. You should ask a question. Savol so'rashing kerak. Ya'ni taklif. May I come in? Kirishim mumkinmi? Modal fe'llar zamon ishlatilmaydi, ammo ular hozirgi yoki kelasi zamon ma'nosida hukm bildirishi mumkin. Bunaqa foydali kontentlar uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying.